Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Ko'rsangizlar bo'ladi, Xorazmdan kelgan klientlarimiz o'zlarini shunday chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan 750 proba komplekt xarid qildilar. Narxlarni albatta chiroyli qilib berdik. Xo'p, buning brilliantini karatlarini kelsak, hurmatli do'stlar, 283 karat. 283 karat 750 proba, grammi esa 10 grammlik hisoblanadi. Ko'rinishlari juda ham chiroyli, Bakinskiy brilliant. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa kelaverasizlar, xohlasangizlar naqdga, xohlasangizlar muddatli to'lovga bizning do'konimizda xarid qilsangiz bo'ladi. Klientimiz bo'lsa tabriklaymiz, yaxshilikqa nasib etsin. Bizlar har doim oltin mulk bo'lmaydi degan odamlarga oltin mulk bo'lishini isbotlab kelganmiz va yana isbotlaymiz. Qarang, 5 million 200 ming so'mga aynan mana shu komplektni olgan bizlardan oldin doimiy mijozimiz. Hozirgi kunda bizlar bu komplektni 10 million 440 ming so'mga hisoblab olib qo'yapmiz. Ko'rdingizlarmi? Bu oltin mulk bo'ladigan oltin hisoblanadi. Klientimiz o'rnina mana shunday chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan 750 bilan birga bir kopiya ishlangan T585 usti esa karat brilliant bo'lgan komplektimizni aynan mana shu komplektini almashtirib oldilar. Kimga shunday xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol do'konimizga tashrif buyursangizlar bo'ladi. Sizlarni kutamiz. Garantiya qog'ozlari yana shunday deb yoziladi. Ahmet shuni ham tushuntirib o't. Shunchaga berganimiz yoziladi. Shuni klient уже necha yillik klientsiz siz? Ayting. 5-6 yildan beri. Ana shu narsani 5-6 yildan beri klient qog'ozlari bilan ekib turibdi, lekin men bu baho emasligimni biladi. Klientlar har doim bu ko'tarilgan bahasi bilan kirib olib turibmiz buni. Men hozir ham garantiyalarni yozdim. Xudo xolasa Bakinskiy brilliant almashtirib olaman deb turibdi klientimiz. Omadingizni bersin, to'ylarga tash nasib etsin sizga. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Ertalabdan birinchi savdomiz shunday to'ychi bilan boshlandi. Ajoyib narsa oliblar. Birga bir kopiyasi. Bular yonishini, tog'lanishini qarang, 750 ga вообще ayirib bo'lmaydi qoshlari, kattaligini, karatlari. Oppoq tosh ham sara tosh emas. Yana brilliantlari. Nerga tushyapti kelinimiz? Xudog'ayimiz Olmaotaga kelin bo'latir qizimiz. Baxtli bo'l qizim, qo'sha qarisin, xizmatlari buyursin. Hazillashyaptirman Qozog'istonga mehmon bo'lib boramiz. Qozog'istonchilar sotildim dedim bu dugonama. Yaqindan bular 15 millionlik qo'ydi. Xudog'aylarni lekin arzon etib berdim mana shu narsani. Baxtli bo'lsin qizim. Omad hammaning xonadonida to'y bo'lsin. Rahmat. Daim yetirsin, sen ham singlim. Amin. Hamma savdan barakasini bersin, sog' yur. Hamma kulib yurishini. Rahmat.